Tasavvur qiling, 10 yildan ko'p oila qurdingiz va hamma narsa uy erni nomida, mashina erni nomida, pullar erniki, siz esa faqat uyda bola boqdingiz, uyni saramjon qildingiz. Va shunday vaqt keldiki, ajrashishga to'g'ri kelib qoldi. Bunday holatda mol-mulk teng bo'linadimi yoki hammasi erniki bo'lib qoladimi? Assalomu alaykum. Bugun advokat bilan loyihasini boshladik. Javonshir Rustamov YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun bu loyihamizning birinchi soni va biz oilaviy mol-mulkni bo'lish, ajrim paytida mulklar taqsimlanishi haqida Partners of Law Power advokatlik firmasida faoliyat yuritayotgan Sherzod Mahamadjanov bilan suhbat quramiz. Aynan shu masalada nimaga aynan Sherzod bilan birinchi sonimizda shu masala bilan gaplashamiz? Chunki shu paytgacha bu firmada advokatlik faoliyati davomida ko'plab mana shunaqa masalalarda amaliy keyslarni ko'rgan. Bugun faqat qonundagi normalar bilan emas, balki amaliyotda uchrab turgan keyslar va ularni yechish usullari haqida bevosita jonli hayotiy misollar bilan gaplashishga harakat qilamiz. Sherzod, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, taklif uchun rahmat. Bugun amaliyotda uchrab turgan er-xotin o'rtasidagi muammolar va mulkiy muammolar haqida gaplashamiz. Rahmat Sherzod, taklifimizga labbay deb javob berganingiz uchun. Bugun haqiqatdan ham bizga aynan faoliyatimiz davomida ko'plab aynan mana shu masalalarda ko'p muammolar bor va savollari ham juda ko'p, yuqorida aytib o'tganimdek. Va podkast oxirida taklifim sizdan kutamizki, nikoh shartnomasi haqida bir tushuncha bering. Chunki bilasiz, mana jamiyatda shunaqa narsa bor. Hamma ota-ona farzandini uylantirgandan keyin, ayniqsa o'g'il bolalar uylangandan keyin mol-mulkni, hatto mashinasi ham o'zini nomiga olishga qo'ymaydi. Ya'ni ota-ona rozi bo'lmaydi. Men nomimga olasan, yo ukangni yo pochchangni nomiga olasan deydi. Ko'rsangiz kerak. Nimaga? Chunki jamiyatda shunaqa bir qanaqadir fikr shakllanib qolgan, baribir ertaga ajrashib ketadi degan fikr bor-da, tushunyapsizmi? Mana shunaqa holatda ikkinchi tarafi mulkka bo'lgan, ya'ni qonunda belgilab qo'yilgan mulkka bo'lgan huquqlari paymol bo'lish holati ko'p. Va mana shunaqa holatda nima qilish kerak va buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Qonun bo'yicha nikoh shartnomasi taklif qilinadi, lekin bu narsa tuzilmaydi amaliyotda. Sabab bu qanaqadir ertaga stereotip borda, xullas nikoh shartnomasi tuzmaslikka, lekin bu nikoh shartnomasi ikkala tarafda ham mulk huquqlarini himoya qilish uchun eng zo'r instrument. Shu haqida ham sizdan kutamiz fikrlaringizni. Xo'p, bitta narsani podkast boshidan aytib o'tmoqchiman. Bugungi suhbatimiz bu umumiy yig'ilgan savollardan kelib chiqib biz gaplashamiz va unutmang, har bir holat individual, unga o'ziga xos yechimlar beriladi. Shuning uchun bugungi suhbatni umumiy deb qabul qilasiz va agar savollar bo'lsa, o'zingiz holatingizda qanaqa yechimlar borligini bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda savollaringizni qoldirsangiz, sizga aloqaga chiqamiz yoki pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, Sherzod, bo'lmasa vaqtni cho'zmasdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib keling boshdan boshlaylik. Ya'ni to'y bo'ldi. Aynan shu paytdan boshlab oila qurildi deb biz tushunamiz, ya'ni. Lekin qonun nuqtai nazaridan qachondan boshlab oila bo'ladi? Shuni tushuntirib bering. Birinchi dastlab o'zi jamiyatimizda asosiy odat bo'lib qolgan to'y bo'ldimi, bo'ldi, er-xotinlik munosabati boshlandi degan deb aytishadi, lekin ammo qonunda bunday emas. Er-xotin munosabatlari O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksidan bevosita tartibga solingan. Uning shaxsiy huquq majburiyatlari, mulkiy huquq majburiyatlari barchasi qonun bilan belgilanib tartibga solib qo'yilgan. Demak, o'zi aslida er-xotin o'rtasidagi nikoh qachon paydo bo'ladi, qachondan ularning huquq majburiyatlari vujudga keladi degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksida bevosita yozib ko'rsatilgan. Ya'ni er-xotin, ya'ni 18 yoshga to'lgan, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi 18 yoshga to'lgan erkak va ayol o'sha FHDYO organiga murojaat qilib, o'sha ariza topshirgan kundan boshlab 1 oy o'tgandan keyin ular o'rtasida nikoh qayd etiladi. Mazkur nikoh qayd etilgan kundan boshlab ular er-xotinlik munosabati vujudga keladi. Ya'ni er-xotin o'rtasidagi shaxsiy, mulkiy va boshqa huquqlar ham aynan nikoh qayd etilgan kundan boshlab vujudga keladi. Tushunarli. Ya'ni to'y bo'ldi degani ular o'rtasidagi huquq majburiyati vujudga keldi degani emas, balki ular o'rtasida qonuniy nikoh, ya'ni ZAGS davlat ro'yxatiga olingan kundan boshlab ular o'rtasidagi huquq majburiyatlari vujudga kelganiga asos bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, mana hozir aytib o'tdingizki, shu 1 oy vaqt beriladi ariza topshirilgandan keyin deb. Nimaga aynan 1 oy vaqt beriladi?
kerakmi o'zi shu? O'zi qonunda asosiy muddat 1 oy deb ko'rsatilgan. Alohida hollarda 1 oy ham kutmasligi mumkin. Ya'ni alohida hollar bor. Ya'ni bu qanday holatlar? O'sha homiladorlik, tug'ish holatlari bo'lsa, o'sha ariza bergan kuni ham shu nikoh qayd etilishi mumkin. O'zi nimaga umumiy norma asosida 1 oy deb berilgan? Misol uchun 2 yosh tanishdi deylik. Ana shu 1 oy ularni bir-biriga o'rganib, adaptatsiya qilishiga hamda haqiqatdan ular nikohga kirishga qaror qildimi, shu masalani hal qilish uchun ularga 1 oy muddat berilgan. Ya'ni ular haqiqatdan qaror qilib olsin, biz kelajakda bir-birimiz bilan er-xotin munosabatiga kirisha olamizmi degan masalani hal qilish uchun bu 1 oylik muddat qo'yilgan. Ya'ni soddaroq aytganda tanlovi to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini o'ylab ko'rishga vaqt eganda. 1 oylik muddat tanlovni to'g'riligiga qaratilgan vaqt hisoblanadi. Lekin menimcha bu hozir muhim bo'lmasa kerak, chunki yoshlar hozir tanishib sira zaksga bermaydi, bir 2-3 yil gaplashib. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa mana shu zaks jarayonida ham bir ikkita savollar bor edi. Nikohda o'tayotgan vaqtda familiyani o'zgartirish masalasi. O'zi bu masala, ya'ni familiya o'zgartirish majburiymi yoki ixtiyoriy, yoki yana bir narsa, o'zi nima uchun kerak o'zi bu familiyani o'zgartirish, ya'ni bir-birini familiyasiga o'tish demoqchiman. Oila kodeksining 20-moddasiga ko'ra, ya'ni er-xotinlik munosabatiga kirishayotgan payt, ya'ni er-xotin nikoh qayd etilayotgan paytda familiyani tayinlash ixtiyoriy, ya'ni er-xotin o'zaro kelishuv asosida erning yoki xotinning familiyasiga o'tishi bu erkindir. Ya'ni qonunda majburiy belgilanmagan. Ya'ni er yoki xotinning familiyasiga o'tish yoki o'tmaslik hech qanday oqibat keltirib chiqazmaydi. Ya'ni u familiyani o'zgarishi yoki o'zgarmasligi ga hech qanday javobgarlik yoki qandaydir majburlash yo'q qonunda. Bizda bilasiz, ayollar, ya'ni qizlar er familiyasiga o'tadi ko'proq. O'zi erkaklar ham ayol kishini familiyasiga o'tishi mumkinmi? Shu oila kodeksida bevosita belgilab qo'ygan 20-moddasida 1-qismida, ya'ni er yoki xotin, ya'ni er ham xotinning familiyasiga o'tishi mumkin, xotin ham erning familiyasiga o'tishi. Bu degani ayollar, erkaklar ham ya'ni bo'lajak turmush o'rtoqlarining familiyasiga o'tishi mumkin. Hop, tajribangizda bormi shunaqa erkaklar, ayollar? Hozirgi kunga qadar tajribamizda bo'lmadi. Agar keyinchalik bo'lib qolmasa, hozircha yo'q. O'zi qanday qaraysiz mana erni ayol kishini familiyasiga o'tishiga? Endi meni shaxsiy fikrim bu noto'g'ri deb hisoblayman, chunki nimaga? Baribir azaldan buni hamma narsa hammamizga ma'lum, o'sha erkak kishi va oilani boshi bo'ladi. Masala, barcha masalalar, oilaviy masalada oilani boshqarishdagi asosiy vazifalar hammasi erkak tomonidan belgilanadi. Shuning uchun shajarani saqlab qolish erkak avlodiga qaraladi. Shu sababdan shajara va kelajak avlodni shajarasi uchun ham erkakning familiyasini belgilash menimcha to'g'ri deb hisoblayman. To'g'ri. Men lekin ikkalasi ham o'zini familiyasida qolish tarafdoriman. Chunki nimaga u ham, ya'ni bizdagi anaqa bilan bog'liq, ya'ni bu ham stereotip, ya'ni siz aytgan masala ham to'g'ri, lekin bu o'sha patriarxat deydi, bugungi kun talabi bo'lishi mumkin, jamiyatda o'rnatilgan qoidalar. Lekin agar erkak kishi ayol kishini familiyasiga o'tishiga ham biz bunaqa nima deydi, boshqacha ko'z bilan qaramasligimiz kerak menimcha. Yana bilmadim. Buni izohlarda kutib qolamiz fikrlaringizni. Va bu oilani davom etishi, oilani boshqaruvi bu familiya bilan bog'liq bo'lmasligi kerak. Ya'ni qiz bolada ham, ayol kishida ham familiyasi u bobosini ismida baribir. Bunday olib qarasangiz, bu ham bir qaysidir shajaraning davomchisi. Bilmadim, xullas buni ham bir kutib qolamiz. Kuzatuvchilarimizda, jamiyatimizda ham o'sha qonunda ham bu erkin, bilamiz. Ko'plab ayollar o'zini nikohgacha bo'lgan familiyasida qolgan. Bu majburiy emas, siz aytgandek. Ya'ni u ayol agar o'zi familiyasida qolishni xohlasa, uni hech kim majburlab eri familiyasiga o'tkaza olmaydi. Hatto eri ham? Hatto eri ham. Agar o'tkazaman deb majburlasa nima bo'ladi? Endi o'tkazaman deb majburlaydigan bo'lsa, bu erkin. Hech qanaqa oqibat keltirib chiqarmaydi. Erga nisbatan mana misol uchun zaksni o'tyapti, deyilgan, "Davay men familiyamga o'tasan" deb ariza bersa, yo'q desa, keyin qanaqadir unga nisbatan erga nisbatan, misol uchun erga nisbatan deylik, endi umumiy normalarga kelib chiqadigan bo'lsak, shaxs qadrini kamsituvchi yoki unga ta'sir qiluvchi ta'zir qandaydir
kuch ishlatish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bevosita bu harakatlar uchun ma'muriy ham jinoiy javobgarlik bor. Agar shunday holatlar seziladigan bo'lsa, o'sha er yoki xotin, ya'ni ayol kishi o'zini buzilgan huquqlarini tiklash uchun bemalol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib, unga nisbatan ta'sir chorasi qo'llashi mumkin. Hurmatli erkaklar, shu uchun majburlamaymiz. Yaxshi gap bilan ko'ndirishga harakat qilish kerak. Mehr muhabbat bilan. Xo'p, davom etamiz. Sherzod bo'lmasa, qarang, endi keyingi bir anaqa masala, mana majburiyat haqida gapirdingiz, huquq va majburiyat haqida gapirdingiz. Ya'ni zaksdan keyin boshlanadi. Ungacha to'y qilgani yoki shar'iy nikohdan o'tgani qonun bo'yicha ikkala tarafda ham biror bir majburiyat yuzaga keltirmaydi. Va sizningcha bir-biriga nisbatan huquq va majburiyat yuzaga kelishi uchun zaks kerak deb aytdingiz. Lekin mana shu yerda bersammi ekan bu savolimni? Ya'ni bu savolim bor edi, keyinroq deydi. Keling, hozir gaplashaylik shuni. Zaksdan o'tmadi deylik. Birga yashab kelyapti. Bir necha yildan beri gaplashib, bir necha yildan beri yashab kelyapti. Mol-mulk bor o'zi va zaks yo'q. Ya'ni shar'iy nuqtai nazardan bir-birida huquq va majburiyat bor, erlik, xotinlik va mol-mulk masalasi nima bo'ladi mana shu holatda? Endi mazkur holatda, ya'ni hozirgi jamiyatimizda udum bo'lib qolgan, ya'ni shar'iy nikoh asosida yashab keladi, lekin bir necha yillar o'tgandan keyin er va xotin o'rtasida nizo kelib chiqadi. Mazkur nizo oqibatida er va xotin o'sha nikohi barbod bo'ladi. Mazkur holatda agar er xotinni nikohi qonuniy qayd etilib davlat ro'yxatidan o'tmagan bo'lsa, hech qanday bu huquqiy oqibat keltirib chiqarmaydi. Ya'ni nikohsiz, rasmiy nikohsiz er xotinlik munosabati oqibatida vujud kelgan shaxsiy va mulkiy huquqlar kelajakda oqibat keltirib chiqarmaydi. Misol uchun aytaylik, umumiy ro'zg'or asosida uy oldi deylik, er xotin birga yashash yoki mashina, avtotransport vositasi yoki ko'chani mulk deb aytaylik, ularning nikohi yo'q. Nikohi yo'q. Ya'ni zaks yo'q. Ya'ni zaks yo'q. Zaksdan o'tishmagan. Zaksdan o'tishmaganligi oqibatida ertaga sudga beradigan bo'lsa ham ayol o'sha mulkni buzish yuzasidan, bo'lish yuzasidan bu sud tomonidan uni arizasi rad etilishi mumkin. Sababi ularning qonuniy zaksi yo'q. Bu huquq va majburiyatdan vujud kelish uchun qonunda belgilangan tartibda, ya'ni qonuniy zaks bo'lishi kerak. Demak, bunga yechim yo'q-da shunda? Yo'q. Shuning uchun biz maslahat beramiz. Shar'iy nikohdan o'tgandan keyin albatta qonuniy nikohdan ham o'tishini tavsiya qilamiz. Hozir aktual muammolardan bittasi shu, sudda ham ko'p ishlatib turgan amaliyotiga eng yonib turgan masala shu, ya'ni shar'iy nikoh asosida yashab o'sha xotinning ko'plab huquqlari, ayolning ko'proq huquqlari buzilayotganini amaliyotda ko'rib turibmiz. Mazkur holatda maslahat bergan bo'lardik. Hammaga qonuniy zaksdan o'tib o'zlarini mulkka bo'lgan huquqlarini keyinchalik ham bemalol tasarruf etishi, boshqarish uchun qonuniy zaks kerak deb hisoblayman. Xo'p, endi asosiy masalaga o'tamiz. O'sha podkastimizni boshida aytgan, ya'ni bugungi mavzumizning g'oyasi bo'lgan masalaga o'tamiz. Bu mana shu yerdan boshlanadi shu savollarimiz. Bizdagi nima holat? Er xotin shu oila qurgandan keyin ko'proq ayollar ishlamaydi, ya'ni uyda o'tiradi, bola qaraydi, uyga qaraydi, xullas, va er ishlaydi. Mana shu holatda ertaga ajrim bo'ladigan bo'lsa, mulk faqat erniki bo'ladimi yoki ayolning ham qanaqadir haqlari bormi degan masalada hozir gaplashamiz, Sherzod. Bu mavzuga kirishdan oldin birinchi dastlabki savol sifatida er xotiniga sen ishlamaysan, uyda o'tirasan deyishi bu qanchalik to'g'ri va bu ayolga nisbatan qanaqadir uni huquqlarini cheklash hisoblanmaydimi va bunaqa holatda agar er xotiniga ishlashga ruxsat bermasa, unga nisbatan qanaqa bir mexanizmlar va huquqiy shu haqida bir tushuntirib bering. Amaldagi qonunchilik bo'yicha er ham xotin ham o'sha kasb tanlash, mehnat qilish, hattoki yashash va turish joyini belgilashda erkindir. Agar er yoki xotin o'sha kasb tanlash, mehnat qilish huquqini bir tomonlama cheklaydigan bo'lsa, bu amalda qonunchilikda javobgarlik masalasi belgilangan. Ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59.2-moddasida er yoki xotin umumiy ro'zg'or asosida yashab turib o'qish, mehnat qilish, kasb tanlash huquqini cheklaydigan bo'lsa va uni
cheklab keladigan bo'lsa, buning uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Ya'ni bazaga hisoblash miqdorining 10 barobardan 20 barobargacha jarima bor. Bundan tashqari, hattoki agar u tahqirlash holatiga olib keladigan bo'lsa, 10 sutkacha ma'muriy qamoq jazosi ham bor. Bundan tashqari, er va xotinning huquqlari shunchalik kafolatlanganki, agar ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgandan keyin 1 yil davomida yana xuddi shunday holat takrorlanadigan bo'lsa, jinoiy javobgarlik belgilangan. Jinoiy javobgarlikda o'sha 2 yilgacha axloqsiz ishlar jazosi bor. Shu sababdan erkaklarimizga taklif etamiz, ayollar mehnat qilish huquqini cheklamasligi kerak. Mehnat qilish huquqi cheklanadigan bo'lsa, javobgarlik belgilangan. Ya'ni ma'muriy javobgarlikka tortiladigan bo'lsa ham 10 sutkacha ma'muriy qamoq jazosi bor. Tushunarli. Hozir mana shu suhbatimizni hozirgacha bo'lgan qismida qanaqadir javobgarlik, anaqa javob berish masalalar faqat shu erkaklarga nisbatan ekanda, qonunda yo'q. Qanday ayollarga nimadir bormi? Qonunda er yoki xotin degan, ya'ni ayol kishi tomonidan ham erkak. Mana hozir aytyapsiz-ku, mana cheklash bo'lsa, er mamlaqa jarima, 10 sutka jinoiy. Shuni xotin qo'ymasa-chi ishlagan? Endi agar xotin ham qo'ymaydigan bo'lsa, endi biz jamiyatimizdan kelib chiqib, endi O'zbekiston muhitidan kelib chiqadigan bo'lsak, bizning amaliyotimizda asosan endi qonun anaqa-ku, nima deydi, ikkala taraf ham himoya qilish kerak, faqat bir tomonni bo'lsa, to'g'ri, qonunda aniq ko'rsatib qo'yilgan. Erkinlik degan prinsip oila kodeksida ham kasb tanlashda, yashashda erkinligi belgilangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksida ham, jinoyat kodeksida ham er va xotinning huquqlari belgilangan. Ya'ni faqat er emas, balki ayol ham erga nisbatan ta'ziyat, zo'ravonlik, kasb yoki o'qishga bo'lgan huquqlarini buzadigan bo'lsa, bevosita javobgarlik belgilangan. Ya'ni faqat erkak kishi uchun emas javobgarlik, balki ayol kishi uchun ham javobgarlik belgilangan. Shuning uchun ayollar qaranglar, adib anaqa uni qilmaysan, buni qilmaysan demaylar, sizlarga ham qanaqadir javobgarlik bor ekan. Mana Sherzod aytishi bo'yicha davom etamiz. Bo'lmasa, mana endi nikoh davrida mol-mulk orttirildi. Uy, mashina, yana nimalardir, jamg'armalar orttirildi va unga bo'lgan egalik huquqi kimniki va unda kimni qanaqa haqlari bor? Shuni bir tushuntirib bering. Demak, o'sha er-xotin o'rtasida mulkka bo'lgan huquq bevosita ular o'rtasidagi nikoh davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab hisoblanadi. Endi nikoh qurilmasdan ham oldin, ya'ni bo'lajak er-xotinning umumiy mablag'lari asosida olingan mol-mulk ham umumiy ro'zg'or ostida topilgan mulk deb hisoblanishi mumkin. Bunda aynan misol uchun bo'lajak er-xotinning umumiy puli asosida olinganligi dalillar bilan isbotlab berilishi kerak bu holatda. Ya'ni misol uchun aytaylik, ikkita yosh unashtirib qo'yildi. U o'zlarining kelajagi uchun transport vositasi mashina olmoqchi bo'ldi, aylanishiga, biron bir joyga sayr qilish uchun. O'zaro umumiy mehnat asosida topilgan mablag'lar asosida mana shu transportdan olgan bo'lsa, ular umumiy mulk deb hisoblanadi. Endi umumiy mulkka nimalar kiradi? Er-xotin birga yashagan davrida orttirilgan, ya'ni mehnati asosida, tadbirkorligi asosida, intellektual faoliyat asosida, bundan tashqari banklarga qo'ygan omonati, paylari yoki kredit tashkilotlariga kiritgan kapitallari barchasi umumiy ro'zg'or ostida topilgan mulk deb hisoblanib, er-xotinning umumiy mulki hisoblanadi. Endi qarang, hozir zo'r narsa aytdingiz, ya'ni unashtirildi, lekin hali turmush qurmadi, zaksdan o'tmadi, lekin kalasi pul tashlashib, nimadir mol-mulk olishdi. Endi bizga qiziq va hammaga qiziq bu narsa, mana shuni isbotlash mexanizmi bizga qiziq. Qanday biz isbotlab beramizki, nikoh zaksimiz yo'q hali, lekin biz pul tashlab nimadir mulk oldik. Va mana bu 1 oylik bor-ku, zaksga ariza bergandan keyin 1 oy o'ylab ko'rishga vaqt berilgan vaqtda biz tushundikki, to'g'ri kelmaymiz bir-birimizga. Lekin mol-mulk olib qo'yganmiz. Uni taqdiri nima bo'ladi va biz qanday choralar qo'llashimiz kerak ertaga mana shuni isbotlab berishga? Endi bu amaliyotdagi eng og'ir masalalardan bittasi, chunki bir-biriga ishonch, ya'ni mazkur masalani hal qilmaydi, ya'ni o'zi endi o'tmaydi sudda, ya'ni sudda fuqarolik protsessual kodeksining 72-moddasiga asosan taraflar o'zini vajlarini dalillar bilan isbotlab berish kerak. Agar dalillar bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni sudda bu da'vo sifatida e'tirof etilmaydi. Endi buni oldini olish uchun bevosita o'sha taraflar o'rtasida kelishuv bitimi, qandaydir cheklar to'laganligi to'g'risidagi yoki kvitansiyalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha ma'lumotlarni o'zi uchun yig'ib qo'yish kerak. Keyinchalik o'rtada nizo kelib chiqadigan bo'lsa, sudga o'sha mol-mulk
bo'linishga bergan paytda agar taqdim etadigan bo'lsa, bevosita u er xotinning mulki deb hisoblanib, o'rtadan teng bo'linishi mumkin. Xo'p, qarang, mana shu yerda men bitta anaqa bor, fikrim bor, ya'ni qanchalik to'g'ri shuni bir aytsangiz. Mana aytdik, unashtirildi va ZAGS bo'lmadi, hali mol-mulk olishdi. Shunda ikkala taraf bir-biriga nisbatan, misol uchun qarang, 100 millionlik nimadir-da, taxmin qilaylik. 50 milliondan pul berdi taraflar va mana shu 50 milliondan bir-biriga berganligini isbotlash uchun notarial tarzda qarz shartnomasini imzolab qo'ysak, ya'ni 1 yilga qaytarish sharti bilan deylik, va biz 1 yil ichida o'sha ZAGSda o'tamiz. Ya'ni o'sha taraflar kelishdi, aniq bir yil unashtirilgan-ku, chunki to'y bo'lishi aniq. Mana shu jarayonda ertaga mol-mulkini, shu pulini xavfsizligini ta'minlash maqsadida qarz shartnomasi tuzib qo'ysa notarialni va ertaga ZAGSdan o'tgandan keyin uni bekor qilib yuborsa, voz kechsa, ya'ni qonun bo'yicha qarzdan voz kechish mumkin. Mana shunaqa mexanizm qilsa bo'ladimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bunday mexanizm qilsa ham bo'ladi. Endi boya yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha nikoh shartnomasi deb. Ya'ni nikoh shartnomasi, ya'ni nikohga kirguncha ham tuzilsa bo'ladi-da. Ya'ni bu qachon ZAGSdan o'tguncha tuzilsa bo'ladi. Lekin qachon qonuniy kuchga kiradigan asosi bor. O'sha nikoh qayd etilgan paytdan boshlab qonuniy kuchga kiradigan. Ya'ni o'sha nikoh shartnomasida shartlarida o'sha mol-mulk masalasi belgilab qo'yilgan bo'lsa, mol mulki bo'lishda biron bir nizo kelib chiqadigan bo'lsa, bemalol nikoh shartnomasi asosida hal qilinishi mumkin. Ha, tushunarli. Xo'p, endi mana mani bugungi sizdan so'ramoqchi bo'lgan savollarning eng asosiylaridan biri bu qachon va qaysi mulklar er xotin birga yashagan davrida olingan bo'lsa ham taraflar o'rtasida bo'linmaydi. Bu belgilanganmi qonun bo'yicha? Oila kodeksida bevosita belgilab o'tilgan, ya'ni nikohgacha bo'lgan mol-mulk, bundan tashqari hadya shartnomasi, meros asosida er yoki xotinga berilgan mol-mulk, ularni har birini o'zining mulki deb aytiladi. Bundan tashqari shaxsiy foydalanishda bo'lgan mol-mulklar, ya'ni ular qanday kiyim-kechak, shaxsiy foydalanishda bo'lgan vositalar bemalol bevosita o'sha er va xotinning shaxsiy mulki hisoblanadi. Ular er xotinlik munosabati tugatilib ajrashilayotgan paytda bo'linmaydi. Ya'ni tekinga berilgan narsa, hadya, meros asosida berilgan narsalar er xotin mulki hisoblanmaydi. Mana misol uchun aytaylik, sizga otangizdan uy merosi bo'lib o'tadigan bo'lsa, bu nikoh yili davrida o'tgan bo'lsa ham, er xotinlik munosabati kirishgan paytda, ya'ni nikoh qonuniy davlat ro'yxatidan o'tgan paytda berilgan bo'lsa ham bu mulk bo'linmaydi. Misol uchun aytaylik, transport vositasi siz do'stingiz tomonidan sizga hadya shartnomasi asosida berildi. Mazkur transport vosita ham umumiy mulk sifatida e'tirof etilmaydi. Tushundim. Xo'p, mana bitta savol keluvdi bizga, ya'ni tayyorlanish jarayonida shu podkastga. Xo'p, savol shu quyidagicha: uy nikohdan oldin er nomida bo'lgan, lekin nikoh davomida uyga kapital ta'mirlashgan. Shunda bu nima bo'ladi bu? Endi ajrim paytida misol uchun. Keling tasavvur qiling, xotin ham ishlaydi. Ya'ni xotin ham remontga pul tikkan. Yoki er tikkan misol, yoki xotin nomida bo'lgan, er ham xullas pul tikkan remontga. Mazkur holat, ya'ni O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, ya'ni er xotinning umumiy mulki yoki ularning har birining mulki yoki birgalikda topgan mulki keyinchalik o'sha daromad oshishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, pul ancha miqdorda tashkil etgan bo'lsa, ya'ni uyga kapital remont qilish asosida er otasidan qolgan uy bor, uni boshqatdan buzdida qurdi. Bunga ancha pul sarflanadi, ancha miqdorda pul sarflanadi. Ana shu pul sarflanishi er xotinlik munosabati boshlangan payt, ya'ni umumiy ro'zg'or asosida qurilgan bo'lsa, bu er xotinning mulki deb e'tirof etiladi. Ya'ni uyga qaytadan qurilishga pul sarflanishi, ya'ni o'sha er xotinning o'rtasida. Endi qarang, bu siz aytgan masala bu buzib qaytadan qurilganlik, kapital remont. Lekin mana hozir shaharda ko'pchilik domda yashaydi, ya'ni 3 xonali dom, kvartira, 3 xonali kvartira oddiy holatda edi. Uni kapital remont qilib, bizni tilda aytganda yevro remont qilishdi. Ya'ni unga bir 30 ming dollar pul sarflashdi. Bitta xotin ham tikkan o'sha pulni, ishlagan, chunki uni keling ishlagan deylik, shu ayollar ham. Mana shu holatda ertaga o'shandan boshqa mol-mulk yo'q. Ya'ni lekin uy
o'sha siz aytgandek hadya bo'lgan yoki meros qolgan otasidan kimdandir va ertaga mana shu 30 ming dollarga kapital qilgan holatda kapitalga sarflangan pulda ayolda ham ulushi bo'ladimi? Ya'ni uyda ulush bo'lmasligini tushundik. Ya'ni chunki meros u. Lekin kapitalga ham pul tikilgan. O'sha holatda qanaqa bo'ladi? Albatta, mazkur holatda ham kapitalga sarflangan o'sha sarf qilingan pullar ham o'sha er xotinning mulki hisoblanadi. Agar nizoriy holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni er xotinni birgalikda yashagan davrida haqiqatan shu kapital remont qilish asoslari sudga taqdim qilinadigan bo'lsa, sud tomonidan ish nizo ko'rib chiqilib, ya'ni mazkur sarflangan pullar er xotinning umumiy mulki deb hisoblanib, mana shu sarflangan pul o'rtada teng bo'linishi mumkin. Tushundim. Endi sal maydaroq mol mulklarga o'taylik-da. Endi misol zeb ziynatlar bor, kiyim-kechak bor. Bitta narsani aytaylik. Bitta masala borki, ajrim paytida men shu paytgacha ko'rmaganman tinchgina ajrashib ketilgan holatda. Ya'ni doim janjal, urush, sanbanga borish, hatto erkaklar tarafdan ham mana shunday holatlar bor-da. Mana shu holatda jahl chiqsa aql ketadi deydi-ku. Oddiy elementar narsalarga ham yopishadi. Misol uchun men senga 100 dollarga ko'ylak olib berganman, 200 dollarga tufli olib berganman degan masala ham bor. Mana shu qonun bo'yicha mana shunaqa kiyim-kechaklar ham yoki zeb ziynat, endi ko'char va ko'chmas mulklardan tashqari mulklar ham bo'linadimi? Mana misol uchun aytaylik, hozir amaliyotda ko'p uchrab turgan narsa, er xotin ajrashyapti, yo qayin yo qaynota, yo er kelinga aytadi, men senga to'ydan oldin tilla berganman deydi. Tros berganman deydi, shuni qaytar deydi. Lekin amaldagi qonunchilik bo'yicha yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, o'sha hadya yoki tekinga berilgan narsa, sovg'a qilingan narsa, u har bir shaxsning o'z mulki deb e'tirof etiladi. Ya'ni to'ydan oldin berilgan tilla taqinchoq, uni Fotihada berilgan tilla taqinchoq unga sovg'a sifatida berilgan, tekinga berilgan, o'sha hadya sifatida berilgan mol mulk hisoblanadi. Ya'ni bu ham ya'ni bo'linmaydi er xotin o'rtasida, bu har bir shaxs o'zining mulki hisoblanadi. Ya'ni kelinni o'zini shaxsiy mulki hisoblanadi. Ha, misol uchun o'sha kuyov deylik kelinga kiyim-kechak olib bergan, 1000 dollarga. Bu kiyim-kechak, ust-bosh, poyabzal, shaxsiy foydalanishdagi buyumlar hisoblanadi. Ya'ni maishiy narsalar hisoblanishi bu er xotin o'rtasida bo'linmaydigan mulk hisoblanadi. Qonunchilikda bevosita ko'rsatib o'tilgan, bo'linmaydi bu narsalar. Shuning uchun ajrim paytida unaqa narsalarni talab qilmanglar, hurmatli erkaklar. Men senga ko'ylak olib berganman, tilla olib berganman, to'g'rimi? Yashagansiz-ku. Lekin bir narsaga e'tibor berish kerak, ya'ni tilla masalasida keladigan bo'lsak, qimmatbaho zeb ziynatlar agar umumiy ro'zar ostida topilgan bo'lsa, miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, u ham bevosita er xotinning umumiy mulki hisoblanadi. Ya'ni tilla, qimmatbaho buyumlar u narxi baland narsalar. Ya'ni u bevosita bo'riladi. Bormi anaqasi, grammimi? Endi u nizo hisoblanadi, u sud tomonidan belgilanadi, u da'vo tartibida ko'rilib, sudda aniqlangan holatlarga ko'ra bo'linadi. Bu alohida kes bo'ladi bu masala. Xo'p, endi qarang, eng asosiy yana bitta savollarimdan biri bugungi kredit masalasi. Ya'ni kreditga olingan uy, kreditga olingan mashina, boshqa narsalar. Chunki kreditsiz hozir ko'char va ko'chmas mulklar olish masalasi endi ancha og'ir bo'lib qolgan. Shuning uchun ko'plab mol mulklar kredit hisobiga olinadi. Lekin kredit to'lanmasdan turib ajrim bo'lsa, ya'ni ajrim holatiga kelib qolsa, birinchi savolim, bu mol mulk kimniki hisoblanadi? Kredit to'lab bo'linmagan hali. Va ikkinchisi, kredit qarzorlik kim bo'yida qoladi? Hozir amaliyotda ko'p uchrab turgan masala, aynan og'riqli masala bu. Er xotin, ya'ni er o'zining xotin nomiga mashina oladi, kredit ham xotin nomida bo'ladi. Keyin yaqinda ham shu masala bo'ldi, bizga keldi. Nikohdan ajrashadi, er mashinani bermaydi, kredit xotin to'laydi va hokazo va hokazo. Uylar ham xuddi shunaqa holat xuddi shunday holatda. Ana endi o'zi qonun nima deydi? Qonunda aytayotdiki, kredit ham umumiy mulk hisoblanadi. Ya'ni er xotinni majburiyat hisoblanadi. Ya'ni kreditga olingan uy ham umumiy mulk hisoblanadi. Kredit to'lash majburiyati ham, ya'ni kredit qarzdorligi ham er xotinning majburiyati hisoblanadi. Ya'ni
ikkalasi ham umumiy ro'zg'or asosida birga nikoh davrida ana shu kreditni olib oila manfaati uchun sarflagan bo'lsa, u bevosita er xotin o'rtasida teng bo'linadi. Ya'ni er nikohdan ajrashgandan so'ng xotiniga bu majburiyatni yuklab qo'ya olmaydi. Ya'ni agar ayol da'vo bilan sudga murojaat qiladigan bo'lsa, kredit qarzdorlik majburiyatlari bevosita taraflar o'rtasida qarzdorlik summasiga qarab teng taqsimlanadi. Xo'p, mana qarang. Keling yana hayotiylashtiraylik, soddalashtiraylik. Misol uchun uy olingan kreditga va ajrim yoqasiga keldi, lekin kredit ayollar nomida, siz aytgandek. Va er to'lash kerak, to'lamayapti. Ya'ni ajrim yoqasiga keldi-ku, endi ana moddiy ta'minotni to'xtatib qo'yadi bizda ana mujiklar. Mana shu holatda er ayollar nomida va bank faqat ayollar bezovta qilaveradi. Masalan, MIBga chiqarib, hatto sudga berib yuborishi mumkin. Mol-mulkka, o'sha garovdagi turgan uyga qaratish bo'yicha sudga beradi. Mana shu holatda sud mana shu kredit qarzdorligini to'lash masalasini ham bo'lib beradimi? Ikkalasiga yoki qanaqa bo'ladi mana shu? Hozirgi amaliyotda amaliyotingizdagi misoldan oddiy sodda qilib tushuntirib bering. Hozirda amaliyotda nima bo'lyapti? Holat siz aytgandek holat. Ya'ni mulk kimning nomida bo'lsa, qarzdorlik masalasi ham bank tomonidan aynan kimning nomidagi mulk bo'lsa, ya'ni garovdagi uy yoki garovdagi transport vositasiga qaratish va qarzdorlikning qolgan qismini aynan kredit olgan shaxsga yuklatish majburiyati ko'rilyapti. Bu yuzasidan sudga da'vo ariza berilyapti. Ya'ni bu nima degani? Yo erdami, xotindanmi qasdida bir kredit bo'lsa, ana shu bevosita shu shaxsga nisbatan da'vo berilib, sud orqali undirish masalasi ko'rilyapti. Mazkur holatda er yoki xotin qanday chora ko'rish kerak? Ya'ni sudga da'vo ariza bilan murojaat qilib, ana shu kredit qarzdorligini majburiyatini er xotin o'rtasida teng bo'lish masalasi yuzasidan sudga da'vo ariza bilan murojaat qilish kerak. Sudga da'vo ariza bilan murojaat qilgan paytda sud tomonidan mazkur holat ko'rib chiqilib, ya'ni kredit qarzdorligi to'lanmagan summalar er xotin o'rtasida teng bo'linishi mumkin. Demak, majburiyatda ham bo'lsa bo'ladi. Majburiyati ham qarzdorlik majburiyati ham er xotin o'rtasida bo'linadi. Xo'p, endi shuni sal boshqacharoq qilaylik. Yana savol shunaqa bo'lishi mumkinki, nikohdan oldin kreditga moshina olingan. Lekin uni to'lash nikoh davrida bo'ladi. Nikoh davrida. Unda qanaqa bo'ladi? Bu holatda yuqorida aytdingiz, o'sha taraflar haqiqatan umumiy ro'zg'or asosida pul topib, o'sha pulni kredit to'lash uchun to'laganligini isbotlab berish kerak. Ya'ni haqiqatan misol uchun transport vositasi oldi deylik, misol uchun kreditga, lekin pul mablag'lari nikoh davrida to'landi. Amaldagi qonun bo'yicha oila kodeksida ko'rsatib o'tilgan, bu er xotinning umumiy mulki hisoblanadi. To'langan pullar ham umumiy mulk hisoblanadi, e'tirof etilgan. Lekin ertaga o'rtada nizo kelib chiqib, mol-mulk o'rtadan bo'lish masalasi hal qilinayotgan paytda bevosita ana shu nikoh davrida to'langanligi taraflar tomonidan isbotlab berilishi kerak. Ko'rgan amaliyotdagi misolni aytib beray. Er deylik, doimiy ravishda ko'chmas mulklar oldi-sottisi bilan shug'ullanadi. Ya'ni uy olib sotadi, remont qiladi yoki mashina oldi-sottisi bilan shug'ullanadi. Bilasiz, nikoh bor, ya'ni oilasi bor. Ana shu paytda hadeb ayolini notariusga chaqirib, rozilik qilmaslik uchun qonunda ham ruxsat berilgan. Ariza olib qo'yadi, ya'ni ayoldan notarialniy tartibda rozilik olib qo'yadi. Bo'ldi, shu ariza bilan hamma mol-mulki bo'lib oldi-sotdi qilib yuraveradi. Mana shunaqa holatda mana shunaqa kasb bilan shug'ullanayotgan odamlarda ajrim yoqasiga kelib qoldi. Bunda qanaqa bo'ladi? Ya'ni ayol berib qo'ygan rozilik, chunki ishi shu-ku, erini. Ya'ni doimiy ravishda notariusga borish endi noqulaylik tug'diradi ayol kishiga. Farzand bor, uyga qarash kerak, ovqat qilish kerak. Olib qo'ygan rozilik. Mujik, shef rozilik olib qo'ygan. Oila ajrim yoqasida. Bunda ayolni mulkka bo'lgan huquqlari qanday himoya qilinadi? Amaldagi nima qilsa bo'ladi shunaqa holatda? Amaldagi qonunchilikka ko'ra, o'sha er xotin mulkini umumiy mulk deb e'tirof etilgandagi ko'chmas mulkka roziligi, ko'char mulkka esa yozma roziligi bo'lish shartligi belgilangan. Agar er yoki xotin birini huquqini, mulkiy huquqini buzib, yashirin ravishda umumiy ro'zg'or asosida topilgan mulk deylik, o'sha uy, agar siz yuqorida aytgan uy oldi sotish bilan shug'ullanuvchi makler deyiladimi,
yoki transport vositasini oldi sotish bilan shug'ullanuvchi sotuvchilar deyiladimi, ana shu shaxslar tomonidan ayolning roziligini olib, lekin o'sha nikoh davrida topilgan mulkni ayolga bildirmasdan sotadigan bo'lsa, ayoli bevosita sudga ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Ya'ni qachongacha murojaat qilish mumkin degan masala ham bor. Ya'ni ayol o'zini huquqini buzilganini bilgan kundan boshlab 1 yil ichida, ya'ni sudga da'vo ariza bilan murojaat qilsa bo'ladi. Misol uchun deylik, umumiy ro'zg'or asosida mashina sotib olindi. Lekin mashina sotib olindi, xotin nikoh davrida bo'lgan davrda mashinani, lekin er o'sha mashinani birovga sotib yubordi. O'zi o'sha ijara asosida minib yuribdi mashinani. Bundan xotin 9 oy o'tgandagi xabardor bo'ldi deylik. Mazkur xabardor bo'lgan kundan boshlab huquqi buzilganligi hisoblanadi va bu yuzasidan sudga o'sha shartnomani haqiqiy emas topish yuzasidan ariza bilan murojaat qilsa bo'ladi. Demak, bunda ham qanaqadir huquqiy mexanizmlar bor himoya qilishga. Huquqiy mexanizmlar bitimni haqiqiy emasligi yuzasidan sudga da'vo ariza beradi. Sud tomonidan agar xotinning vajlari asosli deb topiladigan bo'lsa, ya'ni er tomonidan sotilgan transport vositasi oldi sotish shartnomasi haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Yaxshi. Endi erni deylik qarzi bor, ya'ni kimdandir, misol notarialniy notarius orqali qarz shartnomasi bilan qarz olgan deylik, kimdandir. Va mana shu holatda ikkinchi taraf, ya'ni undiruvchi taraf, qarz bergan taraf sudga berdi, sud qaror chiqdi, o'sha to'lasin degan mazmunda. Mana shu jarayonda Majburiy ijro byurosi tomonidan xotinni nikohi davrida ortilgan mol-mulkka ushbu qarzdorlikni undirish bo'yicha majburiy ijro harakatlari amalga oshirilishi mumkinmi? Va agar ha bo'lsa, ya'ni mumkin bo'lsa, bunaqa holatda taraflar o'zini mulkini qanday himoya qilishi kerak? O'zi aslida qarzdorlik majburiyati har bir shaxsning o'zini mulkiga qaratiladi. Lekin mazkur mulk qarzdorligini qoplash uchun yetmaydigan bo'lsa, kreditor tomonidan, ya'ni o'sha qarzdorlikni qoplash uchun xotinning umumiy mulkiga qaratishi mumkin. Ya'ni bunda qanday bo'ladi? Umumiy ro'zg'or asosida transport vositasi oldi deylik. O'sha transport vositasini umumiy o'rtada teng bo'lib, o'sha bo'lingan ulushlarni qarzdorlikka qaratilishi mumkin. Demak, mumkin unaqa holatda. Ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, yana bir muhim savol, Sherzod. Xotin rasman ajrashmagan va bir necha yildan beri alohida yashab kelishadi. Alohida uyda, alohida, lekin ikkala taraf ham nikoh tugatilmagan bo'lsa ham mol-mulk rasmiylashtiryapti o'ziga. Uy olyapti, bittasi mashina olyapti. Bunaqa holatda nima bo'ladi? U ham umumiy ro'zg'or asosida topilgan uy hisoblanadimi? Bu yerda eng ключевой so'z, ya'ni holat, ular bitta ro'zg'or asosida yashamayapti. Mana shunaqa holatda ikkala taraf ham o'zi olgan mol-mulki bu umumiy ro'zg'or asosidagi mulk hisoblanadimi yoki o'zinikimi? Savol tushunarli. Bu savolga yo'q deb javob beraman. Sababi O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 27-moddasida shunday deb aytilgan, ya'ni xotinlik munosabati tugagan paytda topilgan mol-mulk ularning har birining mulki deb e'tirof etiladi. Ya'ni nima degani bu? Xotinning qonuniy zakisi bor, lekin ayol arazlab uyiga ketib qoldi. Xotinlik munosabatida yashashmayapti, mirosxo'r asosida yashamayapti. Shu paytda yoki xotin biror bir ko'char yoki ko'chmas mulk oldi deb aytaylik. Ana shu mol-mulk o'zlarining mulki hisoblanadi. Bunaqa holat amaliyotda juda ko'p. Bizning amaliyotimizda ham ko'p ishlab turgan. Yaqinda bitta holat bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Oila kodeksining 27-moddasi asosida ayolni nikoh davrida topilgan, o'sha nikohda yashamagan davrida topilgan mulkini o'zining mulki deb toptirish yuzasidan sudga da'vo ariza berganmiz. Ya'ni holat qanday bo'lgan? Bizni himoyamiz ostida bo'lgan ayol 91-yilda o'sha eri bilan nikohdan o'tgan, lekin o'zaro nizo kelib chiqqan, yashamagan. 1 yildan keyin nizo kelish natijasida xotinlik munosabatlari tugatilgan. Bundan keyin uni eri 93-yilda boshqa ayol bilan nikohdan o'tgan. Nikoh davrida bir nechta bolali bo'lgan.
Undan keyin 2020-yilga kelib er vafot etyapti. Ikkinchi ayol birinchi ayolni borligi to'g'risida xabar topyapti. Keyin ikkinchi ayol nikoh haqiqiy emas deb topish to'g'risida sudga bergan. Ana shu nikoh haqiqiy emas deb topish yuzasidan sudga ariza bergan paytda bizni himoyamiz ostida shaxs bizga bevosita murojaat qilgan. Ya'ni nimadan gumonlangan u? Ikkinchi xotinidan tug'ilgan bolalar meni mulkimga merosxo'r bo'lib qolishi mumkin degan xavf bilan bizni oldimizga kelgan. Haqiqatan ham qonun bo'yicha shunday bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'gay farzandlar bevosita birinchi turmush o'rtoqqa shu farzand bo'lib qolishi mumkin. Bu holatda biz bevosita sudga qatnashdik. Nikoh haqiqiy emas deb topish yuzasidan dalillar to'pladik, ya'ni o'sha er oila a'zolarini, yaqin qarindoshlarini tushuntirishlarini oldik, mahalladan dalolatnomani oldik. Haqiqatan 91-yildan beri birga yashamayotgani yuzasidan. Mazkur sud qarori va to'plangan dalillar asosida biz mol-mulkka o'zining mulki deb e'tirof etish yuzasidan sudga da'vo ariza berdik. Sud tomonidan o'sha 27-moddaga asosan bizning himoyamiz ostidagi shaxsni 2ta uyi, bitta transport vositasi bor edi. Ya'ni u nikoh davrida yashamagan, nikoh davrida topilmagan mulk deb e'tirof etib, o'zini mulki deb belgilandi. Demak, bu holat ham yechimi bor. Yechimi bor. Agar haqiqatan birga yashamaganligi isbotlanadigan bo'lsa, topilgan mol-mulklar har birining mulki deb e'tirof etiladi. Demak, umumiy ro'zg'or asosida yashamaganligini isbotlab berish muhim ekan-da. Xo'p, yana bir muhim savollardan biri umumiy mol-mulk bo'lishda voyaga yetmagan bolalar uchun olingan buyumlar yoki ularning nomiga ochilgan omonatlar bu qanaqa bo'ladi? Bu ham bo'linadimi yo kimda qoladi bu? Ya, bolalar uchun olgan mulklar, ya'ni aytaylik, o'yinchoqlar, kiyim-kechak yoki musiqa instrumentlari, ular umumiy mulk hisoblanmaydi, bola mulki hisoblanadi. Bu er xotin o'rtasida mol mulk bo'linayotgan paytda bu mol mulklar bo'linmaydi. Bundan tashqari, er xotinning umumiy ro'zg'or asosida topilgan mulklar voyaga yetmagan farzandi nomiga ochilgan omonatga qo'yilgan bo'lsa, bu ham er xotin o'rtasida mol mulk bo'layotgan paytda bo'linmaydi. Ya'ni bu bolani mulki deb e'tirof etiladi. Demak, omonatlar ya'ni bolani mulki deb qoladi. Voyaga yetmagan bolalarning ham mulk huquqi mavjud etiladi. Yaxshi. Endi so'nggi qismga o'tamiz. Sherzod, menimcha ancha gaplashdik mol mulk bo'yicha va eng asosiy masalalardan biri bu nikoh shartnomasi. Bugungi aktual mavzu. Xo'p, nikoh shartnomasi boya so'zim boshida ham aytib o'tdimki, bu ishonchsizlik belgisi deb qaralmaydimi? Ya'ni va aynan mana shu ishonchsizlik deb o'ylanganligi tufayli ham bugun nikoh shartnomasi tuzmayapmizmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zi avvalo ishonchsiz. Va yana bitta uzr gapingizni bo'ldim. Yana bitta savol, misol uchun 10 yil bo'lgan, nikohdan o'tganiga. Hozir tuzsa bo'ladimi nikoh shartnomasi? Ya'ni ZAGS paytda tuzilmagan, keyinchalik qanaqadir mol mulk bo'ldi, orada mulklar paydo bo'ldi, farzandlar bor va qaysidir vaziyatda oilada nima bor? Deylik, sovuqchilik bor, Endi ajrim yoqasida demaylik, shunga bor, shu yo'lda, ya'ni ajrimga qarab ketyapti. Mana shu jarayonda nikoh shartnomasi ham tuzsa bo'ladimi, ya'ni mana shular bo'yicha? Va qachon tuzilishi kerak nikoh shartnomasi? Qachon kuchga kiradi? Aynan mana shu bo'yicha batafsilroq bir gapirib bersangiz. Avvalo o'zi nikoh shartnomasi nimaligini taraflar bilib olish kerak, er xotin. Nikoh shartnomasi nimani tartibga soladi? Va qanday vujudga keladi, qanday tartibda tuziladi? Uni hammasini avvalo tushunish kerak, bilish kerak. Ko'plar o'ylaydi, nikoh shartnomada hamma huquq majburiyatlar belgilanadi deb o'ylaydi. Yo'q, nikoh shartnomasi faqatgina mulkiy huquq va majburiyatlar belgilanadi. Bu nima degani? Shaxsiy non-mulkiy huquqlar nikoh shartnomasida ko'rsatilmaydi. Ya'ni shaxsni og'ir ahvolga solib qo'yadigan, shaxsni shaxsiy huquqlarini buzadigan majburiyatlar, burchlar, ya'ni nikoh shartnomasida ko'rsatilmaydi. Nikoh shartnomasi, ya'ni er xotin nikohga kirgunga qadar ham, nikoh davrida ham, er xotinni o'sha nikohdan ajrashgandan so'ng ular o'rtasida topilgan har birining mulki, umumiy ro'zg'or asosida topilgan mulkini
o'zaro taqsimlash yuzasidan va oiladagi yuzaga keladigan xarajatlar, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan bo'lsa, tadbirkorlikdan olingan daromadlar, mehnat faoliyatidan olingan daromadlar, nikoh shartnomasi bekor qilinadigan bo'lsa, mulklar kimda qolishi, qancha qismi qolishdi, umumiy qoladimi yoki qisman qoladimi, ana shu mulkiy majburiyatlar va huquqlar nikoh shartnomasida belgilanadi. Ya'ni nikoh shartnomasi qachon qonuniy deb topiladi? Nikoh shartnomasi o'sha davlat ro'yxatidan o'tgan kundan boshlab, nikoh davlat ro'yxatidan o'tgan kundan boshlab nikoh shartnomasi qonuniy deb hisoblanadi. Nikoh shartnomasining afzalligi shundaki, bu ishonchsizga emas, balki huquqlarni, majburiyatlarni belgilab qo'yish. Ya'ni nikoh shartnomasi, nikoh bekor qilingan, ya'ni ajrim bo'lgan paytda mol mulk aniq kimda qolishi aniq belgilanadi. Ya'ni ertaga sudga nikoh bekor qilinganda o'rtada nizo bo'lmaydi. Ya'ni nikoh shartnomasi aniq ko'rsatilib qo'yadi. Uy kimda qoladi, yo uyga qismi kimda qoladi, transportda kimda qoladi, yoki omonatga qo'yilgan pullar kimda qoladi, kapitali kimda qoladi, aniq hammasi nikoh shartnomasida ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Nikoh shartnomasi afzalligi shunda. Ya'ni nizo kelib chiqadigan taqdirda o'rtada teng bo'lish yoki qisman bo'lish yoki alohida kimda qolish masalasi kelishib olinadi. Xo'p, qarang, mol mulk bo'lmagan paytda ham tuzsa bo'ladimi nikoh shartnomasi? Nikoh shartnomasi mol mulk bo'lgan taqdirda ham kelajakda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan. Kelajakda, misol uchun, siz kelajakda men uy olmoqchiman deysiz. Shu men uy olishim uchun keyin o'rtada nikoh shartnomasi tuzamiz. Ya'ni nikoh shartnomasiga ko'ra sen uyda yashaysan, lekin mulk meni nomimda qoladi degan masalani kelishib olsangiz bo'ladi. Ya'ni nikoh shartnomasi ixtiyoriy, majburlashga yo'l qo'yilmaydi. Nikoh shartnomasi o'sha taraflarning ixtiyoriy kelishuvi asosida tuziladi. Bekor qilish ham, o'zgartirish ham xuddi shunday tartibda amalga oshiriladi. Keling, bitta challenge qilaylik. Nikoh shartnomasi haqiqatan ham ikkala tarafga ham, faqat ayollar yo faqat erkaklarga emas, ikkala tarafga ham ularni mulkiy huquqlarini himoya uchun eng zo'r instrument bugungi kunda. Yana bir narsani aytish esimdan chiqib qolibdi. Nikoh shartnomasi og'zaki kelishuv emas. Nikoh shartnomasi yozma ravishda tuziladi, huquq majburiyati yoziladi va eng ключевой joyi notarius tomonidan tasdiqlanishi kerak. Yana bitta savol sizga. Nikoh shartnomasini notariusga borib keyin qilish kerakmi yoki notariusga tayyor olib borish kerakmi? Mana shuni biz imzoladik, shuni tasdiqlab ber deyish kerakmi? Ya'ni shablondan foydalanish kerakmi yoki o'tirib mutaxassislar ishtirokida yoki o'tirib yozish kerakmi? Nikoh shartnomasi bevosita huquqiy oqibat keltirib chiqarganligi uchun bevosita advokat, o'zini tushunadigan yurist, huquqshunoslar tarafidan tuzilish kerak, maslahat qilish kerak advokat bilan. Ya'ni nikoh bekor bo'ladigan bo'lsa, qanaqa majburiyatlar yuzaga kelishi mumkin? Boy yuqorida aytdik, kredit masalalari qanday hal qilinadi? Barchasi o'sha o'zini mutaxassislar tomonidan bilan kelishilgan holda tuzilishi kerak va notarius tomonidan tasdiqlanishi kerak shartnoma. Demak, nikoh shartnomasi tuzib bera olasiz agar shunday murojaat qilishsa. Xo'p, do'stlar, nikoh shartnomasi kerak bo'lsa, albatta Partners of Law Power advokatlik firmasiga murojaat qiling. Aytib o'taylik, mana shu o'rinda bugungi podkastimiz, loyihamiz homiysi ham aynan shu kompaniya. Yuridik xizmat kerak bo'lsa, albatta murojaat qiling, ishonchli professionallar ishlaydi. Va eng oxirgi savolim, Sherzod, bunga javob berdingiz, menimcha. Nikoh shartnomasida xiyonat qilsang jarima to'laysan degan narsalar kelishsa bo'ladimi? Yo'q, nikoh shartnomasida yuqorida aytib ko'rdik, shaxsiy nomulkiy huquqlar belgilanmaydi, faqat mulkiy huquqlar. Ya'ni bolaga qaramasang jarimaga tortilasan, xiyonat qilsang jarimaga tortilasan yoki kim bilandir yurib ketadigan bo'lsang jinoyat javobgarligiga tortilasan degan masalalar ko'rsatilishi mumkin emas. Bu haqiqiy emas deb topiladi sud tomonidan. Sherzod, katta rahmat bugun vaqt ajratganingiz uchun. Bugun ko'plab masalalar haqida gaplashdik. Unutmang, bu masalalar kimningdir real hayotidan olingan muammolar edi. Bunday muammolarga tushmaslikning yagona yo'li esa bilimdir. Bunday bilimni advokat bilan loyihasi sizga doimiy ravishda berib boradi. Buning uchun ushbu videoga like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing, izohlarda o'z fikringizni va savollaringizni qoldirishni unutmang. Advokat bilan loyihasida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.